O'zgacha shirinliklarni sevuvchilar uchun limonli tort tayyorlaymiz. Ishimizni limonli qurt qilishdan boshlaymiz. Idishga limonlarimizni kesib, suvini yaxshilab siqib olamizda, sitodan suzib olamiz. Toza limon suviga bitta limonni po'stini qirib chiqarib olamiz. Alohida idishga 2 butun tuxum, 3 ta tuxum sarig'ini chaqib olib, ustidan shakar solib yaxshilab aralashtiramizda, limon suviga solamiz. Ustidan kraxmalni solib aralashtiramiz. Ketidan sariyog'ni solib o'rta olovga plitaga qo'yamiz. Qo'yiq holga kelguncha tez-tez aralashtirib turamiz. Qo'yilib o'zidan pufakchalar chiqara boshlagach plitadan olamiz. Ha aytgancha ushbu tortning to'liq retseptini opsioniyada qoldiraman. Endi navbat musli nachinkaga. Idishga jelatinni solib, suv qo'yib uvitgan olib qo'yamiz. Bu orada boshqa idishga slivkini qo'yamiz. Ustidan shakar upasini solib yaxshilab ko'pirtirib olamiz. So'ng 100 gram shokoladga limon qurtli nachinkamizdan solamiz. Mikrovolnovkada impuls bilan yaxshilab eritib olamiz. Issiq holicha ustidan ivigan jelatinimizni solamizda, jelatin erib yo'q bo'lib ketguncha yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massani ko'pirgan slivkaga qo'yamizda, lopatka yordamida bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtiramiz. Xohishga ko'ra vanil strushka qo'shishingiz mumkin. Tayyor massani qolipga qo'yamizda, morosilkaga muzlaguncha solib qo'yamiz. Video uzun bo'lib ketgani sabab biskvit retseptini videoning ikkinchi qismida qoldiraman.